islomiy bir saytda o'qib qoldim. Aytayaptiki, bir paytlar butun dunyodagi erkaklarda tish o'tirgan chiroyli ayol aytayapti. Men deyapti. Farzandini bag'riga bosayotgan ayolni ko'rganimda menga alam qiladi deydi. Nimaga men shu ona bo'lishlik baxtidan mahrumman deydi. Ayniqsa deydi, musulmon mamlakatlarga borganimda deydi, eri deydi, supermarketda 6-7 so'mkani ko'tarib ketsa, oldida ayoli yengil ketayotgan bolasini yetalab, bolasi u yoqqa bu yoqqa yurayotganini ko'rib turib, havas qilaman deydi. Endi meni deydi, hayotda deydi, nimaga erishdim? Uyimga borsam deydi, och qolganligi uchun ovqat so'rab meni oldimga itim bilan mishig'im keladi. Meni xabar oladigan hech kim yo'q. Men nima topdim hayotdan deydi. Bu ayol nimaga bunday xor bo'ldi? Chunki ayolligini esdan chiqarib qo'ydi. Xaridori ko'pligiga, orqasidan suratga olganiga, hamma xaridor bo'lib ishqiboz bo'lganiga unutib qo'ydi kimligini. Ayol edi. Zaif edi.